bitta Samsung S6 Edge kelib qoldi. Vashshi rangi ham neobichniy, yashilga o'xshab, такой xameleonga o'xshab yartilar ekan. 32 talik bu, imeka o'tgan. Edge bo'ladi, mana bu yonlari qayrilgan bo'ladi. Mana bu sal qurib qolgan ekan ichidan. Endi bunga ham ancha yil bo'ldi, lekin ishlayverar ekan. Chotki mana telefon qildim, gaplashdim. Zo'r ekan. Ovozlari hamma yo'llari chotki. Kimga qiziq bo'lsa, mana kameralari ham vashshi tiniq ekan kameralar. Har xil mana effektlari, har xil bor ekanda. Kimga qiziq bo'lsa, mana oldi kamerasi ham tiniq. Bitta sim kartali bo'ladi bu S6 Edge'imiz. Buni biz 560 ming so'mga berib yuboramiz. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Ingichkagina. Batareykalar ham yaxshi ushlab beryapti. Mana hali endi 74 bo'libdi. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqinglar. 12 bo'ladi 22 ming so'm bilan bittasidan chiqazib olaman. Profilga qarasanglar, Instagramda nomer bor, o'shandan Telegramdan aloqaga chiqinglar.